Assalomu alaykum. Soliha qoriya Mo'mina qizlari. Bu qizlarim xonasi. Hozir sizlar bilan uborka qilamiz. Kecha uyimizga mehmon kelgandi bolachalar. Ular shu yerda uxlashgandi. Odatda qizlarim o'zlarining joyida uxlashadi va xona bunday ahvolda bo'lmaydi. Uyimizga mehmon kelgani sababli bolachalarga erkinlik berdim. Xohlaganlaricha o'ynashdi, istaganlaricha o'yinchoqlarini sotishdi va ruxsat berdim. Endi esa xonalarni tozalaymiz. Qani, ketdik. Tikuvchilik qilib turaman, zakaz olib tikaman. Bu mashinkadan faqatgina tikish qilganda foydalanaman. Endi hozir sizlar bilan pilisos qilib, changlarni artib, pollarni artib chiqamiz. Yillik suv. Hozir mana gilamdagi dog'larni o'chirishga harakat qilamiz. Bolajonlarim kraska, qalamdan foydalanishgan va gilam oq bo'lganligi uchun gilamga o'tib ketgan. Hali bolajonlar kichkina, tozalikni tushunishmaydi va ularga sekin-sekin tushuntirishga harakat qilyapman, baqirmasdan, urishmasdan. Chunki gilam topiladigan narsa, uni bemalol boshqasiga alishtirsak yoki moshinaga yuvishga bersak ham bo'ladi. Avvalambor ularni qo'rqitmasdan tushuntirishga harakat qilyapmiz. Hozir sizlar bilan bularni o'chirib ko'ramiz. Mana dog'lari qisman bo'lsa ham ketdi. Plastilinlar yopishib qolganlarini ketkazdira olmadim. Mana bularga plastilin yopishib qolgan. Xudo xohlasa, pul bo'lib qolsa yuvishga moshinaga beramiz. O'shanda oq-oqini toza bo'lib, yana eski ahvoliga qaytadi. Endi polni artib olamiz. Dedik, xonamizni ham yig'ishtirib bo'ldik. Odatda har kuni oynalarimiz ochiq turadi. Shu sababli xona chang bo'lib ketadi. Iloji boricha toza saqlashga harakat qilaman. Bu meni qizaloqlarimning san'at asari. Kelajakda xudo xolasa biznesmen, dizayner, vrach, yurist, nima kasb egalari bo'lib ketadi bilmayman, lekin hozirdan mana san'at asarlarini o'zlaridan qoldirmoqdilar. Albatta urishishga, tushuntirishga harakat qilaman, chizmaslikka. Katta qizim o'rgandi, kichkina qizimga hali tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Mana, hattoki divaniga ham chizib tashlagan. O'chirganlarimni o'chirganman, qo'yganlari qolgan. Katta qizimda esa mana divani toza, chunki u katta bo'lib qoldi. Sizlar nima deysizlar? Ularga qanday tushuntirish kerak? Urishish kerakmi yoki bo'lmasam biron bir narsalarni qo'llash kerakmi? Bolali onalar kommentariyada maslahatlaringizni bersalaringiz, o'shani qo'llab ko'rishga harakat qilaman. Bu holat ko'pga bormaydi. Bog'chadan kelishsa, yana o'sha eski holiga, hamma narsalar yoyilgan, to'zilgan holatga keladi. Shunday bo'lsa ham mayli. Borlariga shukr. Sizlarni ham borliklaringizga shukr, azizlarim.